Памятник? Да. Ну вот, Не, мы тут уже проделали. Там все, вот, да. хорошо, нормально все. Спасибо. Все, Да, спасибо. хорошего дня, до Хорошего свидания. дня, до Спасибо. свидания. Хорошего дня. Спасибо вам также. Videoda ko'rdinglar akalar, videoda qo'yishdan maqsad ko'p klientlar kamdan kam hol bo'ladi, shu atim aytib xayrlashadi. Atim aytib bir nima desam bo'ladi. Bir gaplashadi, kamdan kam holat bo'ladi. O'zi muomalasi ham boshqacha ekan bu nimanichi, bu odamni. Kutib tursam ham rahmat aytib, atim aytib. O'zi zo'r pul keldi, 1 soatdan 10 minut, 1 soat 15 minut, 10 minut bo'ldi, 3285 keldik. Tushib ketyapti, men yaxshi xayrlash tushib ketdi. Keyin klient olib ketayotsam, bang etib chivi kelyapti-yu. Hech pul desam. Chivi 1000 so'm, o'zi 3285 keldim. 1000 so'm chivi tashlab qo'ydim. Rahmat deb 5larda bosib qo'ydim. Atim bilan chaqirib nima qilaman, kamdan kam bo'ladi. Juda ham xursand bo'ldim men. Taksi uchun 1000 so'm emas, bir 50-100 rubl ham chiy uchsa bir xursand bo'ladi o'zi. Hamma vodiylar shunaqa bo'lsa kerak. Boshqacha bilmayman, hali unaqa kayfiyat ulashadi. Rahmat, yaxshi odam ekan. Biz bo'lsa ishni davom ettiryapmiz. Sizlar bilan bo'lishib qo'yay dedim.